Assalomu alaykum. Infoaziya YouTube kanali ko'chalari Aravon rayonida Navoiy ko'chasida 4 soatlik maydoni bo'lgan uy sotiladi. Mana bu tarafdan borsangiz, Zelyoniy most tarafga chiqiladi. Bu taraf M Sultanov, ya'ni Hikmat tomon tarafga chiqadi. Bu tomon esa Kalinin tomonga ketadigan oraliqdagi yo'l. Hozir ichkariga kirib barchasini sizlarga batafsil ko'rsatib o'tamiz. Mana shu burchakdagi uy. Chegarasi mana shu devordan boshlanadi. Bu tomondagi chegarasi mana shu qo'shni devor. Bu yerda mana tunika bilan to'silgan. Bu tomondagisi esa boyagi Navoiy ko'cha tomonga ketish qiladi. Bu yerda uy bor. Bu yerda bir xona. Bu tomondan yana ikkinchi xonaga kiriladi. Bu tomonda yana bir alohida xonasi bor. 3 xonadan iborat bo'lgan uy. Uy Aravon sentriga juda ham yaqin. Xohlasangiz darvozani mana bu Navoiy ko'cha tomonga qaratib ochib olsangiz bo'ladi. Egasining so'zlari bo'yicha umumiy maydon 4 soatlik, bahosi 7 million so'm. Sotib olish uchun yoki to'liq ma'lumotga ega bo'laman desangiz, ekran ostidagi telefon raqamlariga murojaat qilsangiz bo'ladi.